Savolni eshitinglar. Savolni. Qora ilonning uzunligi 7 detsimetr. Qora ilonning uzunligi 7 detsimetr. Kobraning uzunligi esa undan 3 metr u 5 santimetr, 5 detsimetr ko'proq. Kobra qora ilondan necha marta uzun? 35 marta. Uni boshqatdan ayting. Mana. 10 metr, 2 metr. Yo'q. Qara. Boshqatdan aytaman. Qora ilonning uzunligi 7 detsimetr. Kobraning uzunligi esa undan 3 metr u 5 detsimetr ko'proq. Kobra qora ilondan necha marta uzun? 305 marta. 5 marta. To'xta, 5 marta? Qanday qilib? Chunki Bir minut. 3 metr nima edi? 30 detsimetr, 5 detsimetrda qo'sa 35 bo'ladi. Malades. 7 ga bo'lsa, nima bo'ladi? 7 ga bo'lsang 5 marta. 5 chiqadi, to'g'rimi? Lekin seni hisob kitobing yaxshi, nima? Lekin xato bu. Xato. Hisob kitobda bir joyini unutyapsan sen. Necha? Yo'q, 105 emas. Bizda necha bo'ladi? 50 marta ustoz, 50 marta. Yo'q, 50 marta emas. Yo'q. 5 marta o'zi. Mana savolni qaytaraman, qaranglar. Qora ilonning uzunligi 7 detsimetr. Kobra undan esa 3 metr u 5 detsimetr ko'proq. Kobra qora ilondan necha marta uzun? 35. Vo, malades. Qanday qilib 6 marta? Chunki boyagini 335 detsimetr bo'ldi. Boyagi keyin kobrani nima edi? Ilonni oldi. Ashur azorligini qo'shsa 42 detsimetr bo'ldi. 42 ni 7 ga bo'lsa 6 chiqdi. Malades, Sogart. To'ppa to'g'ri.